Assalamualaikum aziz arkadaşlar. Malum Xitoy o'quvchi va Xitoy o'quvchidagi islom tajovuzchiligi kommunistlar Uyg'ur deb da'vo qilib bizdan urushib kamera olgandan qochdi aziz vatandoshlar. Va ko'zimizni ochayli, bir tarixiy bir fursat turyapmiz. O'zimizning taqdiriga o'zimiz ko'ngil bo'lmasak boshqa ko'ngil bo'lmaydi. Va Xitoyninki ma'lum bir davlat manfaatini qo'llayotgan va ko'rinishi qaranglar aziz vatandoshlar. Bir 20 necha o'quvchilar kelib, sen gapni o'zgart, tajovuzni o'zgart, kommunist o'zgart, Sharq Turkistonda demak Uyg'urda deb bizga aql o'rgatdi qardoshlar. Bu Xitoy millatchilarininki, ya'ni o'z davlatining milliy manfaatini hammaga ustunlagan Xitoylarning fikri qardoshlar. Bizning Uyg'urlar qanday Uyg'urlar? Bu Xitoyni advoqan Uyg'urlar, ba'zi Uyg'urlar bu tuzilmay ash kommunist deb da'vatlar. Bu kommunist deb da'vo qildi qarindoshlar. Bu faqat kommunistdan tuzum o'zgarishdan bo'ldi deganlik bo'ldi qarindoshlar. Ba'zilar dinimizni yo'qotib bu deb to'g'rilayotdi. To'g'ri uni yo'qotganlik rost, lekin bu yerda cho'qib Xitoyning kimligini elishingiz shart qarindoshlar. Normal bir Uyg'ur da'vochi bo'lsa. Bizning da'voyimiz Xitoy bilan bo'lgan bu kurash ideologiya ko'rish emas, tuzumni ko'rish emas qarindoshlar. Xuddi tarixdagi shu ayni vaqtda Elixon Turan tashkillagan Sharq Turkiston inqilobininki orzuga yo'shirilgan ba'zi marhum insonlar bor. Shular kommunizm kelsa biz baxtga yashaymiz degan. Xuddi shunga o'xshaydigan bizga oramizda tuzumni to'g'risida gap qilayotgan ba'zi marhum da'vogarlar mavjud. Mumkin aziz vatandoshlar, biz reallikqa qaytaylik, o'zimizning aqlni beshimiz olaylik. Bizning Xitoy bilan bo'lgan o'tirimizdagi mujodala faqat tuproq masalasi qardoshlar. Ay tuproq qo'limizda bo'lgan bo'lsa, hamma narsa bizning qo'limizda bo'ldi, bolalarimiz qo'limizda bo'ldi. Men degan Xitoy bizning bolalarimizni ma'rifatda. Bir ishga bolalarimiz hozir bu men dadam kim, onam kim bilmaydigan darajada mushkilda qoldi qardoshlar. Ya'ni shunda turib Xitoyning tuzilmasi xalqni yetaklayotgan ba'zi maoshli da'vochilar vaqtlarda ibrat elanlar. Xitoylarning g'azab bilan kelib bizning tashviqotni qo'lga olmaydi qarindoshlar. Bizdan savol so'raydi, ma'ni qil aniq qilib, sen ma'ni ko'rib boq, men reallikni desak, yo'q men sen jazoni ko'rmayman deydi. Bu nima uchun bu to'g'ri rost bu tashviqotdan qo'rqaydi Xitoylar? Nima uchun oramizdagi ba'zi mavhum kasbiy da'vochilar to'g'ri da'voni ko'rma. Misol hukumatning ba'zi tashviqotlarini anglamanglar, ba'zi adam tillaydi deb deyilganlar fikrlar bor. Men hozir qadar adam tillab boqmadim, afsus. Bizning tashviqotdan ba'zi Uyg'urlarni qochirayotgan ishlar bor qardoshlar. Demak, bu Uyg'urlarning bu Xitoylar bilan qanday o'rtoqligi bor? Ma'vatiniga o'zining davlatiga sodiq da'vogar emas, o'quvchi Xitoylar bilan bizniki uzun yillik kasbiy da'vochi. Eli kommunistlar baqiradigan, eli kafirlar deb baqirib qo'yadigan, eli bekzulum ketib baqirib qo'yadigan, Xitoyning kimligini aslo og'ziga olmaydigan ba'zi marhum da'vogarlar oramizda mavjud. Bularni o'xshashdan Xitoy qo'rqqan tashviqotdan qo'rqaydi. Ya'ni bularning anglamanglar odam tillaydi degan gap bilan xalqimizda to'g'ri da'vodan qochirayotgan mushlar avvallar bizda mavjud qarindoshlar. Shuma bugun bir Xitoyninki bizning qo'zg'ollik tufayli fikrni qarindoshlarga qoldirdik qarindoshlar. Ko'zimiz ochayli, bir tariximizni ko'rsatamiz. Xitoymi bular bizning birlana to'xtamni xalqaro bilan tuzib, bizni ishga qo'llansa, bizning da'vomiz tugaydi qarindoshlar. Balkim hozir ishlayotgan ba'zi maoshliq munofiqlarga Xitoy bundagi maosh bermaydi qarindoshlar. Ko'zinglarni ichinglar, bugun xo'rliq yetar. Allohga emanet.